Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Hamma sog' salomatmi? Ozgina yangi kelganlar haqida gurung qilsak. 7-aprelda kelishdi mohilar. Keyin mohi haqida ozgina ma'lumot beray. Mohi inyazni tugatgan, ingliz tili o'qituvchisi, IELTS ham bor. Mana Britaniyani universitetini qanaqadir sertifikatlarini olgan, 3 etap, 4 etaplik sertifikatlarini olgan. Ingliz tilisi zo'r. O'shaning uchun ham menga umuman problema bo'layotgan yo'q. Hamma joyga o'zi boryapti, o'zi gaplashyapti, o'zi hal qilib kelyapti. Xo'jayinisi Koreyada ishlagan, necha yillar davomida Koreyada ishlab kelgan ekan. 9 kunda anavs keldi, sochli raqami keldi. Sochli raqam bu ininaga o'xshagan raqam. Sochli raqam kelgandan keyin bular nimaga bordi? Men bitta yordam berganim bularga telefon olishga yordam berdim. Bo'ldi, qolganiga o'zim jo'natyapman. Til bilasizki, o'zingiz boravering, til bilasizki, o'zingiz boravering dedi. Maktabga dokument qilishga faqat keyin birga bordim. Dokument qildik. Уже bolalarni maktabga qo'yishga, vaksinasiga, bolalar puliga, ishga dokument qilishga, bugun ikkita ishga intervyuga, hali bankka appointment qilgan, bugun hali bank dushanba kun bankka boradi, hammasini o'zi qilyapti. Уже ikkita joyga ishga qabul qilindi mohi. Xo'jayinisi ikkalasi mehmonxonaga qabul qilindi. Keyin mohi ikkinchi ishga, meni marojnoxonam, eski marojnoxona ishxonamga ham qabul qilindi. Bosim necha kishini intervyu qilgan bo'lsa, olmayotdi. Meni bizning odamlardan, yo mohini birdaniga menga yozdi, ishga olindi do'sting deb yozdi. Menga bosim har doim aytadi, klient bilan gaplasha oladigan bo'lsa olaman, men bo'lsam janjal qilaman. Sen meni do'stlarim ishga olmaysan, ishga olmayapsan deb. Yo'q, opti mohini hozir ishga olibdi. Endi mohi ham ishga chiqadi nasib bo'lsa. Aytadi endi mehmonxonaga seshanba kundan ishga chiqarkan. Dushanba kun banklarni hal qilsa, bank hal bo'lmasa ham chiqaversa bo'lardi. Bu mohi tushunmaganda dushanba kun bankni hal qilsam, seshanba kun ishga chiqsam bo'ladimi degan ekan, keyin ha degan ekan. Shundan hozircha hammasi joyida. Endi nasib bo'lsa ishlab boshlasa, bular bir 2 haftalar ishlashsa, ungacha permitini olishsa, keyin o'zlariga mashina qilib olsa ham bo'ladi. Hozircha shu bizni savob talab mashinada Geldijon haydab boshladi. Keyin xo'jayinim pravangda olmaguncha haydamay tur deb bular bir kun bog'chani parkovkasiga mashinada qo'yishgan. Keldi balam. Keyin politsiya unga mumkin emas, bu yerga qo'yilmaydi deb tiket bergan. $20 tiket. Shunga xo'jayinim aytdi, tinchgina o'tib, pravangda olguncha haydamay tur deb. Keyin internetdan yozsam 16 yoshga to'lmasdan 15 yosh 9 oylikda prava olsa bo'ladi degan joyini o'qidimda, bo'ladi shekilli deb keyin prava joyga telefon qilsam, yo'q dedi. 16 yoshga to'lmaguncha prava ola olmaydi. Unda ham masalan permit oladi-ku, mana 15 yoshli bola. Shuning uchun bolalaringiz 15 yoshga to'lgandan permitni oldirishga harakat qilingizlar. Chunki 16 yoshga to'lgandan men prava olaman deb borsa, lekin permitini olganiga hali 2-3 oy bo'lgan bo'lsa, pravaga topshira olmas ekan. 16 yoshli bolalarda permiti kami 6 oy qo'lida bo'lgan bo'lishi kerak ekan. 6 oy oldin permiti topshirgan bo'lishi kerak. 15 yoshlilar uchun bu, kattalar uchun emas. 6 oy permitni olganiga 6 oy bo'lgandan keyin prava olishga boradi 15 yoshli, 16 yoshlilar. Keyin aytdi, 6 oydan beri permiti qo'lida bo'lsa dedi, haydab yurgan bo'lsa dedi, endi 16 yoshga to'lgan kuni xohlasin kelsin, xohlasin ertasi kun kelsin dedi, keyin pravaga topshirsa bo'ladi dedi. O'shaning uchun Nissanjon yana xizmatda. Joni sog' bo'lsa, shu Nissanjonimiz buzilmay tursin, qancha kishiga yordam qilyapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hozircha shuncha yangiliklar. Bolalar уже maktabga chiqib ketdi. Mohida egzaklari bor. 2013-yilmi shular?
2011-yil, 12-yil egizaklari bor. Ular o'rta maktabga chiqib ketishdi. Ya kichkina qizcha 7 yosh, 1-sinfga chiqdi u kishi ham. Shu maktabga chiqib ketishga avtobusda chiqishyapti, avtobusda bor kel qilishyapti. Xudoga shukr. Hammasi joyida.